Mashq daftarning 125-betidagi 3-masalaga e'tibor beramiz. ABCD shakldan ikkita turli xil uchburchak hosil qilingan. ABD, ya'ni ABD bu to'g'ri burchakli uchburchak va bunda AB 25 ga teng bo'ladi. AD 60 ga teng, BD 65 ga teng va CE bu 45 cm ga teng bo'ladi. ABCD shaklining yuzini toping. Endi e'tibor beramiz, bizda shaklda ikkita uchburchak bor. Birinchisi ABD uchburchak va ikkinchisi BDC yoki BCD uchburchak hisoblanadi. Biz ikkalasini alohida hisoblab olamiz. Demak, bunda bizda uchburchak ABC ABC bor. ABD ekan. Demak, ABD uchburchak va uchburchak BCD. Va mana shularning yig'indisini hisoblaymiz. Ya'ni yuzalarni topib, ularning yig'indisini hisoblaymiz. Keling, birinchi ABD uchburchak yuzasini hisoblab olaylik. Demak, uchburchak ABD yuzasi teng bo'ladi. Bunda asos va balandligi bizga kerak. Endi biz agar AD tomonni asos deb oladigan bo'lsak, yozamiz. Mana bu qizil bilan belgilangani bu asos, ya'ni AD bu asos hisoblanadi. Va shunda unga tushgan perpendikulyar kesma bu AB. Bu uning balandligi bo'lsin. AB bu balandlik bo'lsin. Va shunda formulaga asosan uchburchakning yuzasining formulasi 2 dan 1 ko'paytirilgan asos. Asosga biz 60 cm ni qo'yamiz, balandlikka esa 25. 2 dan 1 ko'paytirilgan 60 ko'paytirilgan 25. Bu yerda 60 bilan 25 ni bo'yab olamiz va demak 2 bilan 60 ni qisqartiramiz. 2 bilan 60 qisqarsa bu yerda 30, bu yerda 1 qoladi. Va natijamiz 30 ko'paytirilgan 25 bo'ladi. 30 kara 25 bu 750 ga teng santimetr kvadrat. Demak, biz birinchi uchburchakni yuzasini hisoblab oldik. 750 santimetr kvadrat. Bu uchburchak ABD. Endi biz uchburchak BCD ga e'tibor beramiz. Buni ham yuzini hisoblashimiz kerak. Buning uchun bizga asosi va balandligi kerak bo'ladi. Agar biz BD ni asos deb oladigan bo'lsak, bu 65 ga teng. Unga tushgan perpendikulyar demak kesma bu CE, u 45 cm. Buni balandlik deb olsak bo'ladi. Keling, biz demak BD ni qizil rangli chiziq bilan belgilaymiz. Bu uning asosi 65 cm va CE unga tushgan balandlik bu 45 cm. Demak, bizda ma'lumotlar bor, uning demak natijalarini biz formulaga qo'yamiz. Ya'ni uchburchak BCD yuzasi 2 dan 1 ko'paytirilgan asos bizda 65 edi. Ko'paytiramiz, balandlik 45 edi. Va ushbu natijani hisoblab olamiz. Bizda masalaning shartiga asosan biz kalkulyatordan foydalansak bo'ladi. Demak, keling kalkulyatorni ishlatamiz. Demak, 65 ko'paytirilgan 45. Bu bizga hozir demak 65 ni 45 ga ko'paytirdik. Natijamiz suratda 2925 bo'ladi va taqsim 2. Agar buni 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, natijamiz 1462,2 dan 1 cm kvadratni beradi. Demak, bizda 1462,2 dan 1 cm kvadrat bu ikkinchi uchburchakning yuzasi. Endi ularning yig'indisini hisoblaymiz. Ya'ni mana bu yig'indi bizga kerak edi, shuni topishga harakat qilamiz. Uchburchak ABD plus uchburchak BCD. Demak, 750 plus 1462,2 dan 1. Va biz butun qismlarni, ya'ni 750 va 1462 ni qo'shib yuboramiz.
Shunda natijamiz 2212/1 kelib chiqadi. Va bu bizning yakuniy javobimiz hisoblanadi. Bu endi aralash son ko'rinishida demak yozganimiz. Va buni agar kalkulyatorda hisoblaganingizda sizda 2212/5 santimetr kvadrat ham bo'lishi mumkin edi. Ya'ni 2/1 bu 10/5 ko'rinishida bo'lgani uchun bu javob ham to'g'ri, bu javob ham to'g'ri bo'ladi.